mashina dedi, bo'ldi, tamom. Bo'ldi. Demak, men meningit bo'laman, to'g'rimi? Tana harorati juda yuqori bo'lib ketadi. Issiq tushiradigan dori vositalari yordam bermaydi. Meningit bu boshingni quritmasdan ko'chaga chiqib ketishing, meningit bu sovuq joyda qolib ketishing, meningit bu haligi shampunlar chiqqani hozir boshni muzlatadigan. Mana shularni ishlatishing va sovuq suntayda qolib ketishing, mana shunaqa deyishadi. Kuchli bosh og'riq paydo bo'ladi. Siz unimini qo'ying, meningit o'limgacha olib boradi deyishadi, shu rostmi? Bolani parnikda katta qilyapmiz. Aha. Maktabda devori ichida, uyda devori ichida. Bolangizni tuxumdoni kichiklashib, befarzandlikkacha olib keladi. To'ppa-to'g'ri. Diqqat, diqqat. Ijtimoiy tarmoqda va xalqimiz orasida meningit ko'paymoqda degan xabarlarni eshityapman. Meningit o'limgacha olib boradi deyishadi, shu rostmi? Meningit o'tkir boshlanadigan va ba'zi bir organizmlarda shiddat bilan kechadi va oxir-oqibat o'limga ham sababchi bo'lishi Keling, shu mumkin. haqida gaplashamiz hozir. Yaxshilar, Allo doktor loyihasini boshlaymiz. Bugungi mavzuyimiz meningit infeksiyasi deysizmi? Qani ketdik. Sirojiddin aka, to'g'risini aytaman, biz san'atkorlarning bir yomon odati bor-da. Biz boshimizni quritmasdan turib ko'chaga chiqib ketamiz. Quritmaymiz, sochlarni turmaklaymiz. Bu nafaqat o'g'il bolalarda, balki ayol, xonanda, boshlovchi, ijodkorlarda bor kasallikda. Bu kasallik degani mana boshimizni tez yuvib chiqib ketamiz, konsertlar, tele ko'rsatuvlar. Xullas, nimaga olib keladi bu holat? Men ko'p eshitaman, meningit bu boshingni quritmasdan ko'chaga chiqib ketishing, meningit bu sovuq joyda qolib ketishing, meningit bu haligi shampunlar chiqqani hozir boshni muzlatadigan. Mana shularni ishlatishing va sovuq suntayda qolib ketishing, mana shunaqa deyishadi. Endi xalqimizga juda ham qiziq. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman-da, meningit ko'payyapti, meningit bunday bo'lyapti degan xabarlarni ko'p ko'ryapman. Keling, bugun shu meningit infeksiyasiga bir oydinlik kiritamiz. Meningit bilan kasallanish uchun bir boshni yuvish o'zi yetmaydi sovuq payti. U uchun masalan organizmda qanaqadir kasallik, shu kasallikkacha bo'lgan boshqa bir immunitet tushishi uchun qanaqadir kasalliklar bo'lishi kerak. Qanaqa kasalliklar? Misol qandli diabetmi yoki anemiya, endokrin kasalliklar. Anemiya bu qonni kamligi. Kamqonligi. Aha. Yoki misol bosh miya jarohatlari, ochiq jarohatlari. Satraseniya kiradimi bu narsaga? O'sha ko'p oladi. Satraseniya ham kirishi mumkin. Satraseniya ham kirishi mumkin. Yoki neyroxirurgik amaliyotlar, jarrohliklardan keyingi holatlar. Masalan, yoshni olganda